Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sahifamizda chuqur ma'noli, qalblarga malham bo'luvchi hikoyalar jamlangan. Asar Ilhom Qahhorovning "O'qing faqat yig'lamang" kitobining mutolaasini boshlaymiz. Agar siz hayot so'qmoqlaridagi ibratli voqealardan ta'sirlanishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va layk bosishni unutmang. Noqobil farzand. Oilada yolg'iz farzand edim. Ota-onam meni yeru ko'kka ishonmasdilar. Yeyish-ichishimga, kiyinishimga, yurish-turishimga ko'p e'tibor berardilar. O'g'limiz o'qisin, yaxshi odam bo'lsin deb jon kuydirardilar. Kasal bo'lib qolsam o'zlarini qo'yarga joy topa olmay, shifokorlarga yugurib, men bilan birga kasal bo'lar edilar. Men esa bu mehribonchiliklardan taltaya boshladim. O'rta hol oila edik. Uy-joyimiz, Jiguli mashinamiz bor edi. Maktabni tugatib, bezori bolalarga qo'shilib ketdim. Ota-onamning pand-nasihatlariga, qaytariqlariga quloq solmadim. Oxiri bir qaltis ish qilib qo'ydim. Meni qutqarish uchun bechora otam mashinasini ham sotdi. Azob buzilishi, ruhiy azoblardan ikkalasining ham yuraklari xasta bo'lib qoldi. Lekin men noshukur bu yaxshiliklarni bilmas edim. Ularga qo'pol gapirar, dillarini og'ritar edim. Mening yomonligimni qo'shnilar ham bilishar edi. Lekin bechora onam men ularga yaxshi ko'rsatish uchun o'zlarining yangi liboslarini olib chiqib, o'g'lim menga bayramga sovg'a qildi, o'g'ilginim tug'ilgan kunimga sovg'a qildi deb yurar ekanlar. Men g'ofil farzand esa umrimda bir marta bo'lsa ham hech bo'lmaganda paypoq ham sovg'a qilmagan edim. Hech uyda topilmasdim. Faqat kechasi mehmonxonaga kelgandek to'nagani kelardim xolos. O'zimcha kibrga berilib, dadamning velosipedda yurishidan or qilib, aslida mashinasini sotib, velosipedda yurishiga o'zim sababchi edim. O'zim esa piyoda yurishdan, do'stlarimdan uyalib, ota-onamdan yashirincha Koreyaga ishlashga ketish uchun hujjatlarni tayyorladim. Maqsadim pul yig'ib, Nexia mashinasini olish edi. Hamma hujjatlar tayyor bo'lgandan keyingina ularga ketishimni aytdim. Ikkalasi ham norozi bo'lib yig'lab qolishdi. O'g'lim ikkalamiz ham kasalmiz. Yolg'iz o'g'limizsan. O'lib qolsak, seni ko'rmay armonli ketmaylik. Mana shu uy seniki, mashinani esa keyinroq ham olarmiz, deyishdi. Lekin men nodon ko'nmasdan ketib qoldim. Koreyadan pul ishlab yubora boshladim. Otam bechora o'zlarining ham yig'ib qo'ygan pullarini qo'shib, yangi Nexia mashinasini olib qo'yibdilar. O'zlari biror marta ham minib chiqmasdan darvozaxonaga qo'ygancha, o'g'lim mashina olaman deb ketdi. O'zi kelsin, o'zi minsin deb velosipedda yuraveribdilar. Koreyadan bir oycha telefon qilmadim. Shu orada otam bechora o'g'limga biror narsa bo'ldimikan deb zerikib, yurak xurujidan vafot qilibdilar. Telefon qilganimda esa onamning ham ahvollari og'ir ekan. Tezda samolyotga chipta topib qo'shib keldim. Lekin men afsuski ulgura olmadim. Onam bechora ko'zlari to'rt bo'lib meni kuta kelishimdan 2 soat oldin meni ko'ra olmasdan armon bilan vafot etibdilar. Janoza, ta'ziya ma'rakalari dabdabador o'tdi. Xalqqa osh berdim, qabrlariga tosh qo'ydim. Lekin nadomatlar bo'lsinki, qalbim hech tinchlana olmayapti. Kechalari uxlolmay chiqaman. Koshki edi ularni hech bo'lmaganda tushimda ko'rsam. Qilgan ishlarim uchun kechirim so'rasam, roziliklarini olsam, bergan ozorlarimga tavba qilsam. Afsus endi kech, juda kech. Darvozaxonadagi Nexia'ni mina olmayman. Ichiga o'tira olmayman. Hatto unga qaray olmayman. Xuddiki mana shu Nexia ota-onamni armonda ketishiga sababchi bo'lgandek. Omborxonaga kirib, devorga osib qo'yilgan dadamning velosipedlariga qarasam, ko'zlarimda yosh shoshqator oqaveradi. Ko'z yoshlarimni hech to'xtata olmayman. Velosiped bilan xuddi dadam bilan gaplashgandek gaplashaman. Dardlashaman, armonlashaman. Hasratlarimni aytib ko'nglimni bo'shatmoqchi bo'laman. Lekin afsuski endi kech.
Onamga, onajonimga sovg'a qilaman. Sovg'alarimni onazorimning armonda ketgan onajonimning kiyimlarini olib, ko'zlarimga surtib yig'layman. Tiriklarida aytolmagan shirin so'zlarni endi kiyimlariga aytaman. Lekin afsuski endi kech, juda kech. Meni oxirgi marta aeroportda kuzatayotganlarida onajonim meni qattiq quchoqlab, ko'kragimga boshlarini qo'yib yig'lagan edilar. Quchoqlaridan hech chiqargilari kelmagan edi. Endi bilsam onajonim meni oxirgi marta ko'rayotganlarini sezgan ekanlar. O'sha yuzlaridagi armonli ko'z yoshlari uchun o'zimni hech kechira olmayman. Ota-onasi tirik birodarlarga maslahatim shuki, ularni tiriklik vaqtlarida qadrlariga yeting. Ozor bermang, xizmatlarini qilib, duolarini oling. Menga o'xshab kech qolib, armonda, pushaymonda o'tmang azizlarim.